21 bob. Parvardigor o'zi va'da qilgandek Soraga baxt ato qildi. Sora homildor bo'lib, İbrahimning yashnib qolgan vaqtida bir o'g'il tug'ib berdi. Bola darvaqa Xudo belgilagan vaqtda tug'ildi. İbrahim uningga İshoq deb ot qo'ydi. Xudo buyurgandek İshoq tug'ilib, 8-kuni İbrahim uning xatnisini qildi. İshoq tug'ilgan chaqda İbrahim 100 yoshda edi. Sonra o'ziga Xudo meni xursand qildi. Bu ishni anglaganlarmi men bilan billa xush kuladi. Kim Sorani o'z bolasini emitishga muyassar bo'ladi deb o'ylagan. Shundoq bo'lsa-mu, İbrahimning qirigan vaqtida men uningga bir o'g'il tug'ib berdim, dedi. Bala asta-asta cho'ng bo'lib, emchaksini ayılgan kuni İbrahim mehmon chaqirib, cho'ng ziyofat o'tkazib berdi. Shu kuni Sora Misrlik Hajarning o'g'li İsmoilning İshoqni bo'zaq qilayotganligini ko'rdi. Shuning bilan Sora İbrahimga: "Sen bu dedak ayolni o'g'li bilan qo'shib haydab et. Chunki dedakning o'g'li hargiz mening o'g'lim İshoq bilan mirosga o'rtoq bo'lib qolmasligi kerak", dedi. Soraning bu gapi İbrahimni intayin qayg'uga soldi. Chunki İsmoilmi uning o'g'li edi. Lekin Xudo İbrahimga: "İsmoil va dediking Hajarning ish to'g'rili qayg'uma. Soraning degandek qil. Chunki men sana va'da qilgan avlodlaring İshoqdan kelib chiqadi. Hajarning o'g'liga kelsak, men uningga nurg'un farzand beraman. Ular bir millatga olindi. Chunki u sening o'g'ling", dedi. Atsarda İbrahim Hajarning mursiga non bilan bir tulum suvni esib, ona bola ikkisini yo'lga selib qo'ydi. Hajar bolasi bilan u yerdan chiqib, Bahar Shabo cho'liga kelib, u yerda otishib qoldi. Suv tugab qolganda Hajar bolasini chatqalning soyisiga qo'yib, o'z-o'ziga: "O'g'lim o'lay deb qoldi. Men qarab turib bolamning o'lib ketishiga chidamayman", deb bir o'qiya yetim yerga berib o'tirib, dad faryod qilishga boshladi. Bolaning yig'i ovozi Xudoga yetdi. Xudoning farishtasi osmondan Hajarga: "Hey Hajar, sen nemiga qayg'ursa? Qo'rqma, bolaning yig'isi Xudoga yetdi. O'rningdan turib, bolani qo'lingga ilib tasalli ber. Men uning avlodini ulug' bir xalq qilaman", dedi. Orqadanla Xudo Hajarning ko'zlarini nurlantirdi. Hajar bir quduqni ko'rdi. U quduqning yeniga berib, tulumga suv to'ldirib, bolaning usuzligini qondirdi. Bola cho'ng bo'g'icha Xudo uningga yor bo'ldi. U cho'lda yashab, usta margan bo'lib yetishdi. U Paran cho'lida turadi. Shu vaqtlarda onasi uningga Misrdan bir qizni xotinlikka epadi. U chaqda Abimelek o'z lashkarbeshi Fikol bilan billa İbrahimning yeniga kelib, uningga: "Sening qilgan hamma ishlaringda Xudo sana yor. Shunga sen bu yerda Xudoning oldida menga qasam qilib va'da ber. Meni, farzandlarimni va avlodlarimni hargiz oldima. Men azaldan sana sodiq bo'lgandek, senmi menga, ya'ni o'zing musofir bo'lib turgan bu mamlakatga sodiq bo'l", dedi. İbrahim ularga: "Qasam qilib va'da beraman", deb javob berdi. Ondan İbrahim Abimelekning chaqarida tatib olgan bir quduq to'g'risida Abimelekka norozilik bildirdi. Abimelek: "Bu ishni kimning qilganidan xabarim yo'q ekan. Sen bu ishni menga aytmabsa, buni birinchi qitim anglashim", dedi. Shuningdan keyin İbrahim Abimelekka qo'y, kala taqdim qildi. Ikkilan kelishim tuzdi. Ondan İbrahim 7 tuyoq tish qo'zini bir tarafga ayirib qo'ydi. Abimelek uningdan: "Nemishki bunday qilasan?" deb so'radi. İbrahim uningga: "Bu quduqni
mening qilganligimni e'tirof qilganligingizni bildirish uchun bu 7 kishi qo'zini qabul qilg'aysiz, deb javob qaytadi. Shuning bilan u yerning ismi Beersheba bo'lib qoldi. Chunki ular u yerda qasam qilgan edi. Ular Beersheboda kelishim tuzgandan keyin Abimelek bilan Fikol o'ylarga qaytib ketdi. İbrahim Beersheboda bir tüp söget tikib, u yerda Parvardigorga, ya'ni mangu hayot Xudoga ibodat qildi. İbrahim Filistinliklarning zaminida xeyli uzun turdi.